Bugun men 2002 yildan 2024 yilgacha pensiyalar indeksatsiyasi bo'yicha eng muhim savolga javob beraman. Pensiya aslida qanchaga oshdi? Qog'ozdagi foizlar real pulga aylanganda bu qancha so'm bo'ladi va kimlar o'z pensiyasida ko'proq farq sezdi? Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandi, ota-onasiga yordam berayotgan har bir oila uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin qo'liga tushgan pul nima sababdan aynan shuncha bo'lganini tushunmaydi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men real misollar bilan 1 million so'm pensiya 2024 yilga kelib taxminan qanchaga aylanganini, minimal pensiyada qanday farq bo'lganini va qayerda xato yoki tushunmovchilik chiqishini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday mavzularni vaqtida bilish pulingizni himoya qilishga yordam beradi. Men avvalo oddiy tilda tushuntirib beraman. Indeksatsiya degani pensiya miqdorini davlat tomonidan ma'lum foizga oshirishdir. Buning asosiy sababi narxlar o'sishi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar va kundalik xarajatlar qimmatlashishidir. Ya'ni indeksatsiya pensionerning daromadini iqtisodiy o'zgarishlarga moslashtirishga xizmat qiladi. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Hamma pensionerning pensiyasi bir xil so'mga oshmaydi. Chunki indeksatsiya foiz bilan beriladi. Masalan, 10% oshirish bo'lsa, 800 ming so'm pensiya oladigan odamda oshish 800 ming so'm bo'ladi. 1 million 500 ming so'm pensiya oladigan odamda esa 500 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun falon odamning pensiyasi 200 mingga oshibdi, meniki esa 90 mingga oshdi degan gaplar ko'p uchraydi. Bu har doim ham xato degani emas. Ko'pincha pensiyaning boshlang'ich miqdori boshqacha bo'lgani uchun shunday bo'ladi. 2024 yillarda pensiyalar bir necha marta indeksatsiya qilindi. Asosiy umumiy oshirishlarni ketma-ket hisoblasak, 2020 yil fevral oyida 7%, 2020 yil sentabr oyida 10%, 2020 yil sentabr oyida 10%, 2022 yil may oyida 12%, 2023 yil aprel oyida 7%, 2023 yil dekabr oyida yana 7%. 2024 yil sentabr oyida esa pensiya va nafaqalar 15% ga oshirilganini ko'ramiz. Men bu raqamlarni alohida emas, ketma-ket ko'payish sifatida tushuntiraman. Chunki pensiya oshishi oddiy qo'shish bilan hisoblanmaydi. Masalan, kimdir 7%, inme foiz, 7% bo'lsa, jami 8% bo'lar ekan deb o'ylashi mumkin. Bu noto'g'ri yondashuv. Chunki har bir keyingi oshirish oldinga oshirilgan summaga qo'llanadi. Ya'ni avval 1 million so'm 1 million 7 ming bo'ladi. Keyingi 10% endi 1 million so'mdan emas, 1 million 7 ming so'mdan hisoblanadi. Shuning uchun 2020 boshidagi 1 million so'm pensiya faqat umumiy indeksatsiyalar hisobiga 2024 yil sentabrdan keyin taxminan 1 million 909 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu deyarli 9% ga yaqin o'sish degani. Endi men eng kerakli joyga o'taman. Real summalar. Keling, 2020 yil boshida turli miqdorda pensiya olgan odamlar 2024 yilga kelib taxminan qancha olishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bu yerda men faqat umumiy indeksatsiyalarni hisoblayapman. Agar odamning pensiyasi qayta hisoblangan bo'lsa, ustama qo'shilgan bo'lsa, ish staji bo'yicha o'zgarish bo'lgan bo'lsa, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, yoshga doir eng kam pensiya yoki boshqa qo'shimchalar bo'lsa, yakuniy summa boshqacha bo'lishi mumkin. Birinchi misol, 2020 yil boshida odam 700 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. 2020 yil fevraldagi 7% dan keyin bu taxminan 749 ming so'm bo'ladi. 2020 yil sentabrdagi 10% dan keyin 2023 ming 900 so'mga yaqinlashadi. 2021 yil sentabrdagi 10% dan keyin 906 ming 2900 so'm bo'ladi. 2022 yil maydagi 12% dan keyin 20 million 11 ming so'm atrofida bo'ladi. 2023 yil apreldagi 7% dan keyin 20 million 6 ming so'm. 2023 yil dekabrdagi yana 7% dan keyin 20 million 162 ming so'm. 2024 yil sentabrdagi 15% dan keyin esa taxminan 1 million 316 ming so'mga chiqadi. Demak, 7 ming so'm pensiya umumiy indeksatsiyalar natijasida qariyb 36 ming so'mga oshgan bo'ladi. Ikkinchi misol. 2020 yil boshida 1 million so'm pensiya olgan odamni olaylik. 7% dan keyin 1 million 7 ming so'm, 10% dan keyin 1 million 7 ming so'm, yana 10% dan keyin 1 million 294 ming 700 so'm bo'ladi.
12%dan keyin 20 milyon 450 ming so'm atrofida. Keyingi 7%dan keyin 20 milyon 20 ming so'm. 2023 yil dekabrdagi 7%dan keyin 20 milyon 406 ming so'm. 2024 yil sentabrdagi 5%dan keyin esa taxminan 1 milyon 909 ming so'm bo'ladi. Bu yerda real o'sish 99 ming so'm atrofida. Uchinchi misol 2020 yil boshi 20 ming so'm olgan fuqaro bo'lsin. Shu ketma-ket indeksatsiyalar natijasida uning pensiyasi 2024 yil sentabrdan keyin taxminan 2 milyon 863 ming so'mga yaqin bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sish 1 milyon 363 ming so'm atrofida. Mana shu sababli katta pensiya oladiganlar indeksatsiya paytida so'm ko'rinishida ko'proq oshishni ko'radi. Lekin foiz hammaga bir xil qo'llangan bo'lishi mumkin. 4-chi misol 2020 yil boshida 2 million so'm pensiya olgan odamni olaylik. Umumiy indeksatsiyalar bo'yicha bu summa 2024 yil sentabrdan keyin taxminan 3 million 811 ming so'mga yetishi mumkin. O'sish 1 million 811 ming so'mga yaqin. Ko'pchilik shu joyda nega boyroq pensiya oladiganlarda o'sish ham ko'proq deb savol beradi. Javob shuki, foizli indeksatsiya shunday ishlaydi. 15% 20 million so'mda 1 ming, 3 million so'mda 1 ming so'm bo'ladi. Endi minimal pensiya masalasiga alohida to'xtalaman. Chunki eng ko'p savollar aynan shu joyda chiqadi. Eng kam pensiya miqdori yillar davomida faqat umumiy foizlar bilan emas, ayrim alohida qarorlar orqali ham oshirilgan. Masalan, minimal pensiya va ayrim ijtimoiy nafaqalar bo'yicha qo'shimcha ko'tarishlar bo'lgan davrlar bor. Shuning uchun minimal pensiya oladigan odamning o'sishi ba'zan oddiy indeksatsiya formulasi bilan to'liq mos kelmaydi. Hayotiy vaziyatni tasavvur qiling. Bir pensioner opa 2020 yilda nisbatan past pensiya olgan. Uning ish staji kamroq bo'lgan, ish haqi bo'yicha bazasi ham yuqori bo'lmagan. Agar davlat minimal darajani ko'tarmaganida, u faqat foizli indeksatsiya bilan juda katta farq sezmasligi mumkin edi. Lekin minimal pensiya chegarasi oshirilgani uchun uning pensiyasi ma'lum minimumdan past bo'lib qolmasligi kerak. Natijada u nafaqat foizli indeksatsiyadan, balki minimal kafolat miqdori oshgandan ham foyda ko'radi. Boshqa bir misol, aka gardim yil ishlagan, yuqori maosh olgan, pensiyasi ham o'rtachadan yuqori. U minimal pensiya oshishidan bevosita foyda ko'rmasligi mumkin, chunki uning pensiyasi allaqachon minimumdan ancha yuqori. Lekin u umumiy indeksatsiyalardan foyda ko'radi. Demak, kimdir minimal pensiya oshganida katta farq sezadi, kimdir esa faqat umumiy foiz bo'yicha oshishni ko'radi. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Agar sizning pensiyangiz indeksatsiya e'lon qilingandan keyin umuman oshmagan bo'lsa, yoki oshgan summa aniq foizga juda mos kelmasa, darhol sababini tekshirish kerak. Ayniqsa pensiya kartaga tushsa. Odamlar ba'zan umumiy tushgan pulni qarz, bank ushlovi, aliment, ijro hujjati, avvalgi ortiqcha to'lovni qaytarish kabi holatlar bilan aralashtirib yuboradi. Pensiya oshgan bo'lishi mumkin. Lekin qo'lga tushgan pul boshqa ushlovlar sababli kamroq ko'ringan bo'lishi mumkin. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi toifa bu pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lganlar. Chunki ularning pensiyasida minimal kafolat, qo'shimcha to'lov, ish staji va nafaqa turi katta rol o'ynaydi. Agar siz eng kam pensiya miqdoridan ham kamroq pul olayotgandek tuyulsa, albatta tekshirtirish kerak. Ba'zan odam pensiya emas, yoshga doir nafaqa olayotgan bo'ladi. Pensiya va nafaqa bir xil tushuncha emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq. Nafaqa esa yetarli staj bo'lmagan yoki boshqa ijtimoiy holatlarda tayinlanadi. Ikkinchi toifa bu yaxsun yoshga yaqinlashgan yoki yaxsun yoshdan oshgan fuqarolar, ayrim ustamalar, parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi mumkin. Har doim ham ular avtomatik tarzda to'liq aks etganini odam tushunmaydi. Shuning uchun yoshga doir qo'shimchalar bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limidan ma'lumot olish foydali. Uchinchi toifa bu nogironligi bo'lgan shaxslar. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, muddatli yoki muddatsiz belgilangan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza xulosasi yangilangan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda indeksatsiya alohida. Nogironlik bo'yicha asos va guruh alohida ahamiyatga ega. Xavotir olmasligi mumkin bo'lgan holat ham bor. Masalan, siz e'lon qilingan foizga yaqin o'sishni ko'ryapsiz, pensiya varaqangizda yangi miqdor ko'rsatilgan. Ushlovlar yo'q, nafaqa turi o'zgarmagan. Bunday vaziyatda hammasi odatiy bo'lishi mumkin.
Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki hujjatdagi kichik xato ham uzoq muddatda katta pulga aylanishi mumkin. Endi eng nozik joylarini tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya hamma to'lovlarga bir xil ta'sir qilmasligi mumkin. Pensiyaning asosiy qismi ustamalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy nafaqalar turlicha tartibda belgilanadi. Odam esa kartaga tushgan umumiy summani ko'radi va meniki 25% ga oshmabdi deydi. Aslida ayrim qism indeksatsiya qilingan, ayrim qism boshqa tartibda hisoblangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat yoki ma'lum sanadan boshlab kuchga kirgan oshirishlar. Masalan, oshirish 1 sentabrdan bo'lsa, sentabr pensiyasi yangi miqdorda hisoblanadi. Lekin to'lov sanasi bankka o'tkazish va avvaldan tayyorlangan vedomotslar bo'yicha odamda tushunmovchilik paydo bo'lishi mumkin. Ba'zan qo'shimcha farq keyingi to'lovda beriladi. Shuning uchun birinchi oyda darhol xulosa chiqarishdan oldin rasmiy hisob varaqani ko'rish kerak. Uchinchi nozik jihat pensiya qayta hisoblanishi. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ishlagan davri bo'yicha keyinchalik qayta hisoblash masalasi bo'lishi mumkin. Bu indeksatsiya bilan bir xil narsa emas. Indeksatsiya hammaga umumiy qo'llanilgan oshirish bo'lsa, qayta hisoblash sizning shaxsiy ish tajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki hujjatlaringiz bilan bog'liq. To'rtinchi nozik jihat, eski hujjatlar. Ko'p odamlar 1990 yillar yoki 2000 yillar boshidagi ish joylaridan ma'lumotnoma olishda qiynaladi. Korxona yopilgan, arxivga topshirilgan, nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Agar ish haqi yoki staj bo'yicha ma'lumot to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya miqdori pastroq chiqishi ehtimoli bor. Bunday holatda indeksatsiya bo'lsa ham asosiy baza noto'g'ri bo'lgani uchun odam yillar davomida kamroq pensiya olishi mumkin. 5-nozik jihat, real o'sish va xarid qobiliyati farqi. Men bugun so'm ko'rinishidagi o'sishni tushuntiryapman. Lekin pensioner hayotda pulni do'konda sarflaydi. Agar pensiya 15% oshsa, lekin dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal xizmatlar ham oshgan bo'lsa, odam real hayotda bu o'sishni kamroq sezishi mumkin. Shuning uchun indeksatsiya pensioner daromadini himoya qilishning muhim vositasi, lekin u narxlar bosimini to'liq yo'q qilib yubormaydi. 6-nozik jihat, bir oilada 2 pensioner bo'lsa, ularning oshishi har xil bo'ladi. Masalan, 2 million 500 ming so'm, ayol 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, 25% da oshirishda erning pensiyasi 375 ming so'mga, ayolniki 500 ming so'mga oshadi. Bu adolatsizlik bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin hisoblash foizga asoslangan. Shu sababli har bir pensiya alohida tarixga ega. Ish staji, oyliklar, hujjatlar, ustamalar, nafaqa turi, minimal kafolatlar. 7-nozik jihat. Rasmiy e'lon qilingan foiz bilan qo'lga tushgan pulni solishtirganda eski va yangi miqdorini aniq bilish kerak. Masalan, siz men oldin 1 million 800 ming olardim. 25% oshsa 2 million 700 ming bo'lishi kerak edi deysiz. Lekin oldingi 1 million 800 ming ichida bir martalik to'lov, kompensatsiya yoki qarzdorlik bo'yicha qo'shimcha bo'lgan bo'lsa, hisob noto'g'ri chiqadi. To'g'ri hisoblash uchun aynan doimiy pensiya miqdorini olish kerak. Endi men aniq amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 12 oyda tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Telefoningizdagi bank ilovasidan, SMS xabarlardan yoki bankdan olingan ko'chirmadan foydalaning. Har oy qancha tushganini alohida yozing. Qaysi oyda oshish bo'lganini belgilang. Bu sizga oddiy ko'z bilan farqni ko'rishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi tuman yoki shahar bo'limidan pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening pensiyam qanday tarkibiy qismlardan iborat, asosiy miqdor qancha, ustamalar bormi? Indeksatsiya qachondan va qanday qo'llangan deb so'rashingiz kerak. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma yoki elektron ma'lumot oling. Uchinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa, tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, aynan staj va ish haqi hujjatlari eng muhim dalil bo'ladi. 4-qadam, agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Korxona qaysi hududda joylashgan bo'lsa, o'sha hududdagi davlat arxivi yoki idoraviy arxivdan ma'lumot so'raladi. Arizada ishlagan yillaringiz, korxona nomi, lavozimingiz, taxminiy davr va shaxsiy ma'lumotlaringizni aniq yozing.
arxiv ma'lumotnomasi ba'zan pensiyani qayta hisoblashda hal qiluvchi hujjat bo'ladi. 5-qadam, agar sizga tushuntirish qoniqarli bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori 2020-2024 yillardagi indeksatsiyalar qo'llanishi pensiya tarkibidagi asosiy qismi ustamalar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi va mavjud hujjatlarni ilova qiling. Ariza ro'yxatdan o'tkazilgan sanani saqlab qo'ying. 6-qadam, agar javobda xato ko'rsangiz, yuqori turuvchi organga yoki davlat xizmatlari orqali murojaat qiling. Hozir ko'p masalalarni elektron tarzda ham yuborish mumkin. Muhimi, menimcha kam deb emas, aniq raqamlar bilan murojaat qiling. Masalan, 2024 yil sentabr oyidan 15% indeksatsiya qo'llanishi kerak bo'lgan. Mening doimiy pensiya miqdorim falon so'm edi. Yangi miqdor falon so'm bo'lishi kerak deb hisoblayman, ammo falon so'm tushdi. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza tezroq va aniqroq ko'rib chiqiladi. 7-qadam, oilangizdagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalana olmaydi. SMS'larni o'qimaydi, rasmiy xatlarni tushunmaydi. Farzandlar, nevaralar ota-onasining pensiya tushumlarini tekshirib, hech bo'lmasa yilga bir marta hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Ba'zan bitta topilgan arxiv ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirib berishi mumkin. Xulosa qilib aytsam, 2020-2024 yillardagi umumiy indeksatsiyalar ketma-ket hisoblanganda pensiyalar taxminan 90% ga yaqin oshgan holatlar mavjud. Masalan, 2020 yil boshidagi 20 million so'm pensiya umumiy indeksatsiyalar hisobiga 2024 yil sentabrdan keyin taxminan 20 million 99 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. 700 ming so'm pensiya taxminan 1 million 336 ming so'mga. 1 million 500 ming so'm pensiya esa 2 million 563 ming so'mga yaqinlashishi mumkin. Lekin bu umumiy hisob. Har bir odamning yakuniy pensiyasi, uning staji, ish haqi, nafaqa turi, ustamalari, minimal kafolatlar va hujjatlariga bog'liq. Eng muhim maslahat: pensiyangiz oshganini faqat kartaga tushgan pulga qarab baholamang. Rasmiy hisob kitobni oling, eski va yangi miqdorni solishtiring. Ushlovlar bor yo'qligini tekshiring. Staj va ish haqi hujjatlaringiz to'liq kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar xato bo'lsa, jim yurmaslik kerak. Chunki pensiyadagi har bir 50 ming so'm ham yil davomida 6 ming so'm. Bir necha yil davomida esa millionlab so'm farq qiladi. Agar sizning pensiyangiz 2020 yildan 2024 yilgacha qancha oshganini yozib bera olsangiz, izohlarda eski va yangi summani qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu mavzu hammani qiziqtiradi. Chunki pensiya bu faqat bugungi pensionerning emas, ertaga har birimizning moliyaviy xavfsizligimiz masalasidir.